ko'pchilik nima uchun zo'r powerlar shirin ovqat qilayotgan joylarda powerlarga perchatki kiy desang jahli chiqadi-da, bilasizlarmi? Nima? Chunki ovqatning mazasi qo'l bilan his qilib qiladi-da ular. Bizada mentalitetda umumiy odam anaqasida o'zi noto'g'ri tushuncha bor. Misol uchun deylik, perchatkida 1 soat ishlarimiz, balkim 1,5 soat ishlarimiz. Ko'pchilik mikroblar misol uchun o'sha perchatkini yuzasida bo'ladi-da. Realni, o'zim ham power bo'lganman, bilaman. Lekin qo'limizga qanaqadir yo'q, qanaqadir o'zi sразу miya signal beradi. Tepa deylik, ovqat qilayotganda qo'limizda o'sha yog' tegdi yoki qanaqadir chang tegdi, sразу borib yuvamiz. O'zi odam miyasida o'zi signali bor. Shuna qo'ling yomon bo'ldi, yuv deyiladi. Misol uchun o'sha mobaynda 1 soat ichida qo'l pashti oshxona sohasida bo'lmadi deganda 7 marta, 8 marta yuviladi-da. Perchatki taqilganda esa miyaga sразу xotirjamlik bilan qo'limda perchatki bor-ku deyiladi-da. Misol uchun chang narsani ishlashi ham mumkin. Shunaqa bo'ladi. Keyin o'sha perchatkida taom tayyorlanadi. Endi hurmatli obunachilar, misol uchun sizlarga savol. Doimiy chang perchatkida ovqat qilganda qo'lni 3-4 marta yuvib, har doim gigienaga rioya qilib ovqat qilgan yaxshi emasmi? Meni fikrim, menimcha o'sha perchatga ovqat qilinganda ham gigiena talablariga javob bergan holda, misol uchun qo'llarni yuvib tozalab ovqat qilgan yaxshi.